Sanki oye, mobilyan telefon, ben qancha qitim deyman, balam telefon qarmamında otdama, bilan ağrıydigan. Bu, men gel qatma. Apa gel qildim ama. Men gel qasam neyim? Özün qulqum qo'ng'illaydigan bo'lib qoldi, paqtiq qo'yding ku Bo'lib qoldi. Ammay taqa. Men sizlarni tuqqan vaqtda amma to'g'on taqqan hozir qulqum shunda saz mening. Sen qo'yib bersa hozir burnimga taqab qo'ysa apa. Ko'zangim taqab qo'yaman ketadi, men ikki ko'zangga. Telefon o'ynaman deb qancha qitim dedim balam men. To'g'on ko'zangda yosh anqiraydigan bo'lib qoldi. Ishan deyman menga, mush balay. Apa pek ochiraytsa jumosammo. Men chu qarab bir xil badanlarim biyoram bo'lib qolganda, shu men material izlab baqay deb qargan telefonga apa. Men nim dedim. Bikap bir yerlerin bir xil bo'lmaydi, hozir yetishing keraksan. Shuningga gapim, onaning gapini asmıştaq ashtab buldigan gap balam. Issiq sho'rib qaytib qo'yib kartondan bir şey qo'yib qo'ydim. Ichib plamash karvatga chin yo'ginib ketaman, putan uzun sozib ketaman. Yana qo'yga sho'rib deyman apa. Material qarsam qaramida yeng tuqqan ayollar bundaq kuchlik narsani yeyib bo'lmaydi ekan. Yengil tomoqlarni yeyish kerak ekan. Bek kuchlik sho'rib ichib ketdim apa men. U materiallar bilan tug'ib qilib ketgan materialda, ha? Balamış qo'yga sho'rib tatmayotdim deya. Katta sho'rib kuchlikroq shuni qaytib beraymi ya? Apa bek biyoramga ketib borma, rasla badanlarim ig'ir qizib, bir xil ya juyunib baqaymi apa? 30 kundan ashtilim bir qitim juyunib baqmadim. Ishik derizani ichib havo almashtirmay o'zim turib bek biyoram apa. Hey, tug'ib xotin 60 kungacha yuz bo'lmaydi balam. Bizning vaqtimizda cho'nglar shundaq deydigan. 30 kunning yaqi bikkamış baqqanini mo'xoqa sabr monchoq tushib. Ay mening bir shamal almashtirg'im yo'q, men talab mushtaqmish 6-chi buyurasang shamal tikatni so'rasa yetmay. Ashta qilib barmaymanmi? Chida amdem xotin kishtigan chidaydiamiz, amal yo'qam tuqqanki. Biz mashtatdiq. Voy opa, u vaqt bilan bu vaqt o'xshamda deysan, sharoit o'xshamsa, hozir nima qulaylik o'ylaning munchilari, chiroqlari degan issiq bir juyunib olsam nima bo'pti opa? O'xshamaydigan nimasi bor? Ishi yutaman demigina, menmush bog' bir gap qilsa ishi yutaman deb eg'izga erishlar. Ay menmush balam atogim mendan keyin qolsa, opam menmush 40 qimni yaxshi bir qilib qo'yibdi deb aslamikin deb dum yutib dum qopsinmishlar. Japatat biqvastam yani qilib o'zan gapin qilib bek ashuqmish bolalarimiz, chiqqanini bilmaydi deyman. Rosa bek chapatatsa lekin shuni biyoram bo'yatdan azroq mengib bir harakat qilib baqayman. Yo'q. Mangdigan shuqunda ma'si bo'lmaydi bular. Jimmi itish kerak tuqqan ayol. Opa bu tug'utuq ayollarni deganda ancha-muncha muvafiq harakat qilamiz bo'lmaydi ekan. Men qanayni ishlaga materiallar shunday debdi opa. Material berib olib dersan-a? Gapsiz material deydi-ki-na. Naqla? Buyuruz quzudumma. Men nim dedim. Men shuni ustiga bir yo'ring jilki kiy desam kiymaysan, menam so'q o'tib emasmi bolam? Men 30 kunning yo'q baqqani yo'q qizib og'rib berdim menga. Va qudlog'im nim dema bol qizni ekitib og'ritib ketdi. Dorish kelib bo'lmasa, hozir bolimni deb. Opa, gap olmamış jil qilamiz. O'ylab baqamish, issiqmishda qat kiyim kiyib men suga qo'yib qolaman. Qolamiz, dori bo'lsa bo'lmasa hamda. Ya materialın nimdat materialın qandaq yaxshi bo'lar. Obay qarsam degina shu mishda tug'utuq ayollar kuchlik narsani yesama sut yo'llari to'silib degina shuni qizib qoldigan ahvollar bo'ldi. Kashta bo'ldimiki deb gumonlanyapman shu. Men doktorxonaga boraylik tayyor bo'ldi. Hay Qovuljon,